hammani qiynaydigan mavzu idiom bo'yicha test ishlaymiz. He spilled the beans about their secret plan. Bu yerda biza to cook haqida, food haqida hech narsa bog'liqligi yo'q. B yoki D qolyapti. To make emas, ma'nosiga mos kelmayapti. To make emas, about so'ziga qaraymiz. About. Keyin o'zi secret so'zlari bor. To'g'ri javob B bo'ladi. Endi bu idiomani biza mnemonika qilib eslab qolamiz. Beans, loviyalar to'kilsa, sir ochiladi. Loviyalar to'kilib ketadi, sir ochilib ketadi. Mana shunaqa mnemonika qilib idiomani eslab qolishimiz mumkin. Testni tahlilda esa tezroq bajarish uchun ikkita ortiqchasini chiqardik va B bilan D da biza to make a mess about mos kelmayapti. Va biz yana bir marta o'sha ishonchimiz komil bo'lish uchun secret so'zini ko'rdik mana.